Hey, Xorazm! Akalar, YouTube'imizning 13-qismini biza Xorazm Chanqalidan boshladik. Abdurahmon aka. Ye, shunaqasi ham bo'ladimi? Ha? bo'ladi. Bo'p turadi. Короче, haqiqiy Xorazm atmosferasi mana shu yoqda bo'ladi. Odamlarni ko'rasam. Olon qalaysanlar? Va alaykum assalom. Rimda ham, boshqa joyda ham bunaqangi lokatsiya yo'q. Xivada mehmonxonalar to'lgan. Inshaalloh O'zbekistonimizni mustaqilligimizni ko'z emas, bandirajman. Ohoy, mana bilan qarasanglar-chi. Hamma jim bo'lib qoldi, ey. Xon kelyapti, jim bo'lmaydi. Yo'l bering! Muhammad Rahim Bahodir Xon hazratlari saroyga qaytmoqdalar. Qochi. Oka kim bo'lgan bu odam? Bu odam shu xon hazratlari shu yerda kutib olgan. Aytdan birinchi eshikdan xonni o'zi kirgan, narigi eshikdan vazirlar kirgan, sen kirgan eshikdan oddiy sizga o'xshagan, bizga o'xshagan xalq kirgan ekan. Priyomniy edi, короче, priyomniy. Haftaning 2 kuni Abdurahmon aka xonlarimiz faqat xalq uchun vaqt ajratganlar. Seshanba va juma kuni peshin namozidan keyin faqat xalqni qabul qilganlar. Arzizotini 100% holatda eshitgan. O'zlari eshitgan. Ha, 100 holatda kirib, 100 holatda chiqish kerak bo'lgan, ya'ni orqa qaratish xonga umuman mumkin bo'lmagan. Mana shunday qilib kirib, mana shunday qilib chiqib ketishgani. Shu tartibda chiqib ketishgan. Bu eshiklari ham original bo'lgan. Ishlar men bilan originalmi oka bular? Bular restavratsiya qilingan. Tepa o'ziniki, faqat ayrim joylari restavratsiya qilingan. Ishi original, ha? Bu 1856-57 yillarda joylashtirilgan. 1857 ishlarni qaranglar. Mashalloh. Azizlar, biz hozir Pahlavon Mahmudning maqbarasidamiz, qabrlari, o'zlarining qabrlari va mana shu joy ham o'zlarining uylari bo'lgan. 1810-yil desak ham bo'ladi, to'g'rimi? Shu yerda o'shanda keyin Xiva xoni Muhammad Rahimxon birinchi bu maqbarani qurdirishga buyruq berishadi, o'zlari bosh-qosh bo'lishadi. Mana mendan ko'ra qabrni ko'rsatsangiz yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni shu Pahlavon Mahmudning o'zlarining qabrlari, har bir toshi, har bir chizig'i originalligicha qolgan. Bu yerda hech qanday o'zgartirish kiritilmagan. Lekin afsuski Muhammad Rahimxon umrlarining oxiriga kelganda, so'ngida umrlari yetmay qoladi, bu chala qolib ketadi. Va ularning o'g'illari Alloqulxon buni tugatib dadalarining qabrini to'g'riga kiraverishda qo'yadi va ularni mana bu tomondan qaraganda o'ng tomoniga Pahlavon Mahmud o'sha yengilmas Pahlavon Mahmudning qabrlari. Qora aka bitta duo qilib bersangizmi? O'qib bersangiz, keling. Azizlar, biz O'zbekiston va Turkmaniston do'stlik uyiga keldik. Ulli hovli. Bu juda ham bir katta tarixga ega. Bu yerga minglab har kuni turistlar kelishadi. Qani, hozirlik bitta ko'rsatib beramiz. Qaranglar, juda ham tarixga ega joy.
Qaraylik, ichkarida tuyalar bor ekan. Ana. Turkmenskiy tuyalar bular. Turkmanlarning tuyalari. Ha, qaraylar. Tuflab qolmaydimi bu aka? Yo'q, tuflamaydi. Tuflamaydi. Bu har kuni ko'plab turistlarni ko'radilar. O'zlari yem beradi bunga, qo'li bilan o'z beradi. Hech qanday buni odamga yomon tarafi yo'q. Kipriklarini qaraylar. O'rganib ketgan bular o'sha. Ustiga buni qaydash mumkin. Oq tuyalarimiz bor. Bezatib qo'yganmiz. Ana. Yo'q, hozirda. Dana havo. bitta qabul qilib olishgan. Okalar juda katta joy ekan, aylan yurimiz. Bu yoq kak muzey qilingan muzey. Sen Türkmensen diyen bir adam yok daha. Allah'a büyük şarkıdır. Çünkü bana bu şov kıladıgan, bana şurada Fransa'dan kelip oturup nayiydi. Britanya'dan kelip oturup şurada nayiydi. Kolları bilen bular. O'zlari pishirib Özel yok pişiralmıydı da oturup köredi. O'to qanaqa bo'ladi okalar? Bu mesela unutmak gitti. Şimdi biraz duruyor ki cügen tapsa ya ki buğday tapsa ayrantırıp şundan şunu yine un kılıp mesela bana arlaştırıp ayranı bakma. Allah'a bir hesap şükür bu gebden unutup gitti. Yaman közden yaman sözden saklasın memleketimiz. Ana. Qaraylar, jinoyatda nonam yopilyapti shu. Ana. Tuyani ko'rasan, tuyani. Oy, yuvosh. Okalar tuya boru. Hali umuman minmagan ekanman, mana bugun nasib qildi. Oh! Voy onasini emsa. Bu qiz bola ekan. Lekin boshqacha bo'lar ekan. Kam minib ko'rasan? Dava qani? Opa. Ot bilan bir xil. qiz bola dedingmi? Ha, qiz bola ekan, aka. Tekshirdingmi? Erkak odam qiz bola tuya minadi, aka. To'g'rimi, aka? Erkek adam tıkar. Lekin men bu Xorazm noni bor-ku. Real yoki pichinniga o'xshaydi-ku bu. Xorazmni o'zini milliy patri. Qali aka. Mazza. Biza Qorako'l hududiga keldi. Qani, ichkarida nimalar bor ekan? Sizlarga oz bitta ko'rsatamiz. To'g'rida katta o'tovlarmi, aka? O'tov. Qaroviylar Xorazm mana shu milliy o'tov bilan mashhur. Hozir sizlarga bitta aylanib ko'rsatamiz. Sizlarga bitta o'tov ichini ko'rsataylik. Qaranglar. Qani? Oho! Juda katta-yu bu. Qaranglar, rakinalari ham bor. Aka, mabit nima? Bu administratsion biznesdamiz. Hozir rekonstruksiya ketyapti. Bu ichida bilyard, ya'ni ko'ngil xushlik uchun har xil narsalar bor. Gap yo'q. Qaranglar, mana to'g'rimizda Qorako'l. O'sha yerda Hozir Amudaryoda suv kamayganligi sababli bu yerda ham suv kamaygan. Hozir 1 yoki 2 oy ichida suv keladi deyishyapti endi. Aynan bu xudo. mana shu yerda o'zidan balonni tutib, joyni qo'rib berishar ekan. Ana joyda yirkansizlar. Qaranglar, juda ham ana o'ddixni zona qilib qo'yishgan. Biz hozir Qorako'lni o'zida turibmiz. Qaranglar, mana bu beton bor-ku. Spisanni o'sha ko'l uchun qilingan ekan. Mana shu to'li ko'l bo'lgan. Qaranglar, qanaqa qurib ketgan. Mana ko'lni tegini bo'lgan oddiy turpoq, mana bunaqa o'tli. Naroda ko'rasam, unaqa katta suv qolmagan. Zagat qaranglar, quyoshni botib berishini. Shunaqa gap. Aka, bu to'lib qoladimi? Hozir 1-2 oyga yoki shu yil ichida to'lish aytilyapti. Ha, to'lishi. Xudo, ha. O'tgan yil to'lib bo'lgan, bo'lmaganmi? Yo'q, bo'lmagan. Bo'lmagan. O'tgan yilga qaraganda ancha kamaygan. Ancha kamaygan, ha. Shunaqa gaplar. Mana kak mehmonxona qilib o'tovli qilib qo'yishgan, qaranglar.
Opa. To'g'rida hojatxonasi. Bu yoqda mana spalni, televizorlar. Servis beradigan haqiqiy yurtani ichida mana Ko'rdinglarmi? Mana shu yerda dam olib yotib qolsanglar ham bo'lar ekan. Akalar Xorazmni o'zini maxsus taomi bor. Bir narsalar qilib, bir balo qilib, shalaq bir narsa qiladi deb o'ylab. Yo'q, shunaqasiga ketadi. Bo'ldimi? Bir 3-4 kun anaqa qilib urib o'tirmaysizlarmi? Yo'q, yo'q. Aka buni ichib yeganimizdan keyin oshqozonimizda hech narsa bo'lmaydi? Hech narsa bo'lmaydi. Qaraylik, bu shunaqa Kim o'ylab topgan o'zi buni? xom urib pishtirib olishadi bu Ha, tob qo'shib go'shtni. Bu yeyiladi. Aha. Shunda shu taomni taxlat berishadi. O'shandan keyin yeb kelishadi hamma. Xivani eng mashhur nima? Go'shtga nima qo'shiladi yana? Yog', molning yog'i, Aha. faqat go'sht. Bo'ldimi? Chesnok, pisnok, limon, pimon. Yetmaydi. Hech narsa qo'shilmaydi. Hozir o'zi tayyormi? Yo'q, hozir tayyor bo'ladi. Siz baliqni qo'llansangiz, ijam tayyor. Uxti, hali balg'am qovuramiz. Mana ijjan shunaqa bo'ladi akalar. Ko'rib qo'yinglar. Hozir akamizni sekin tayyorlayaptilar. Qaranglar. Qaranglar. Ijjonni ketmasa ko'ryapsizlarmi? pishgan bo'lar Bu ekan. bir necha soat urgandan keyin pishgan varianti. Bu tushmayapti anaqadan. Shu opet tushib ketmaydimi? Endi buni hozir yesak oshqozonimga hech narsa qilmaydimi degan xavf borda. Qayta yeb ko'ring-chi aka. Qani? Qalampir ham bor ekan. Lekin bu xom go'sht. Bismillah. Boshqatdan Ketdingmi? Ketdi. Lekin bu Erbol. Menga ishlayvering. Storiesga ishlash kerak-ku. Ketdingmi? Endi bu xom go'sht. Endi bularda ashi bo'yicha pishganda bismillah. Go'sht qildi. Yuzing to'g'ri. Ochig'man yomas ekanman. Qanaqa ekan o'zi aka? Qanaqadir yumshoq, mayin. Da, bir aytolmayman nimani ta'mini kelishini, lekin men buni yemasam kerak. Afsus. Hojabegim Akalar, biza Xorazmni Venetsiyasiga keldi. O aka cho'kib ketmaymiz ham rostdan. Aka cho'kdi. Cho'kib ketsangiz qutqarib olishadi. Ketma-ket video qo'yib yubordim. Hammasi nazoratim ostida deng. Qo'yilib ketib qoldi. Bu yoqqa qarab O aka. Oka. Vau, mana qarang. Va Davron aka. Nima o'ylabdi? Wow. Videoda ekan, ha? Xorazm vohasini Shiva. Venetsiyasiga keldi. Venetsiyasiga. Shu gap bo'lishi mumkin emas. Ilohim, O, qalay? zo'r aka, zo'r. Atmosfera. Aka, unaqa qo'rqishmaydi. Xivaga Brat. kelsanglar, albatta Arda parkka kelinglar. Bu hali boshlanishi ekan. O, vashsi jinni joylardan o'tyapmiz. Yo, mana qaranglar. Azlar, Xivaga, Xorazmga Vashsi lekin. Mana bu to'g'rishibdi lekin sharsharani bor. Akalar, odam bugun charchadi bori. Gasinsaga ham kelib oldi. Hozir mazza qilib uxlaymiz. YouTube'imizni 13-qismini ham уже mana yakunlayapmiz. Hammalarga rahmat, shunchalik tomosha qilyapsizlar. To'g'ri endi qo'ldan kelgancha olib beryapman, ana cho'tki narsalar qila olmayapman. Ming bor uzr. To'g'risi endi ana YouTube kanalimni ana podpislarini zeriktirib qo'ymay deb shu videoni qolmanda. O'shanga bitta poddesh qilib, like bosib, podilisa qilib tanishlik jo'natib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz. YouTube kanalda o'sha prosmotrlar qancha ko'paysa, menga shuncha motivatsiya bo'ladi akalar. Kommentariyada aytinglar nima noto'g'ri qilmayman, lekin noto'g'ri qilayotgan ishim juda ko'p. Unaqa professional darajada ololmayman. O'shanga yana bir marta uzr so'rayman. Xudo xolasa endi 14-qismni qora qalpoqda nuksi sizlarga qo'ldan kelgancha video qilib beramiz. U ham xudo xolasa vashi qiziq bo'ladi. Hammalarga abdushi rahmat, sog' bo'linglar.